Jamiyat qanday uyg'onadi? Jamiyatda uyg'onish uchun kuchligina maktab va kuchli ustozlar kerak. Undan tashqari gazeta va kutubxonalar va teatr truppalari kerak. 19-asrda jamiyatda uyg'onish uchun harakatlar bo'ldi. Buni jadidlar amalga oshirdi. Bolsheviklar 1917-yilda hokimiyat tepasiga kelgandan keyin aynan uyg'ongan insonlarni yo'q qilishga harakat boshladi. Uni ayniqsa cho'qqiga chiqqan davri 1937-1938-yillarda bo'ldi. Bolsheviklarning maqsadi uyg'ongan insonlarni bitta qo'ymay qirib tashlash edi. Shu orqali u jamiyatni uyquda ushlashga harakat qilishdi. Ular bir qadar bu ishni amalga oshirganda ham jamiyat uyg'onish uchun jadidlarga o'xshab kuchli ta'lim tizimi, maktablar, undan tashqari kutubxonalar kerak va kuchli yozilgan kitoblar kerak va uni o'qiydigan insonlar kerak. U kitoblarni o'qigan insonlar atrofdagi insonlarga yetkazsa bu kitoblar haqidagi ma'lumotlarni, tabiiyki atrofdagi hamma insonlar o'sha kitobni o'qishga qiziqadi va sekin-sekinlik bilan jamiyat asta-sekin uyg'onishni boshlaydi. Hozir albatta bizni qiradigan bolsheviklar yo'q. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak va jamiyatda uyg'onish uchun hamma qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Xuddi Ibrohim alayhisalom davridagi cho'monliga o'xshab bildirishimiz kerak kim qaysi tarafdaligini.